Laisse le diable qui sait ton cœur néon-elle. Pour de C'est un mot qu'on dirait inventé dans mon être, Mana 3-podkastimiz ketma-ket uyidagi ota-onasi tilshunosi bo'ladi. Olmaotaga olmay tushadiman. Bunga yana bir bor amin bo'ldim. O'sha guruhimda bitta qiz o'quvchim Shahzoda aslida 8 oldilar. Til o'rganishda disiplina bo'lmasa, qanaqa qilgan ishingiz bir pul bo'ladi. Davlat bu mablag'ni o'zingizga qaytarib beradi. Bu juda zo'r imkoniyat. Shuning uchun harakatlar qilinglar. Katta manzilli panam sizga qo'shib bilsam bo'ladi. Assalomu alaykum azizlar. Ibrat kashfiyotlari podkastida men yana Aqida xonim. Azizlar, sizni 5 yil ortga qaytarmoqchiman. 2020-yil karantin davriga qaytadigan bo'lsak, ya'ni 5 yil orqaga, bilasizlar, juda ham katta panika bo'lgan, xavotirli bo'lgan, ko'ngilsiz bir xabarlar, har kuni o'qirdik, eshitardik, hamma uyda qolgan, ya'ni uyda qoling deyilgan, ya'ni kasallik tarqab ketmasin, lekin mana shunday paytda ham bir ajoyib ish boshlagan singlimiz bugun bizni podkastimiz mehmoni bo'ladilar. Ular qanday ajoyib ish boshladilar degan savolingizga aytaman. Ular Zoom platformasida onlayn ingliz tilini noldan boshlab o'rgatganlar. Yoshmi, qarimi, kattami, kichikmi farqi yo'q. Demak, onlayn formatda beginnerdan boshlab ingliz tilini o'rgatganlar. Va bugungi mehmonimiz Gulirano. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz Gulirano. Yaxshimisiz? Rahmat. Tashqarida havo yaxshi ekanmi? Sirpanmasdan keldingizmi? Ha, sirpanganim yo'q. Rahmat sizga. Gulirano, bilishim bo'yicha ancha yoshsiz, lekin hozirda oliy ta'lim muassasasida dars berasiz. Umuman o'zingiz haqingizda ozgina aytib bersangiz, tanishtirib qo'ysiz. Demak, ismim Gulirano. Renessans ta'lim частный universitetda ingliz tili IELTS kurslarini olib boraman. Shu yildan boshlab, ya'ni o'quv yildan. Va universitetda chet ellik professor bor. Makroiqtisod va sun'iy intellekt fanlaridan ma'ruza o'qiydilar. O'sha ma'ruzalarni jonli talabalarga o'zbek tiliga tarjima qilib beraman ingliz tilidan. O'zbek tiliga tarjima qilib berasizmi? Ha. Qo'ydi. Men to'g'risi juda hayron qoldim. Endi bizda universitetda dars beradi, domla desa, endi yoshlar kattalanadi. Tushunamizda. Bu ham endi o'ziga xos bir jamiyatda qanaqadir qoliplari, lekin yosh ustozni, o'qituvchini ko'rib, ya'ni oliy ta'limda dars bergan bo'lib ham yana ingliz tilida men juda ham xursand bo'ldim. O'zi umuman bilimli qizlarimizdan ko'rsam, men 2 karra xursand bo'laman. Bilimli yigitlarimiz ham ko'p, bor, Xudoga shukr. Ularga bir xursand bo'lsam, qizlarimizga esa 2 karra xursand bo'laman. Xo'p, Gulirano, erta yoshda til o'rganishga qiziqishingiz qanaqa shakllangan? O'zi umuman nechta tilda gaplashasiz? Demak, biladigan tillarim ingliz, rus, o'zbek tilini ozgina bilaman va fransuz tiliga qiziqishim juda katta. Tilga qiziqish qayerdan boshlangan? Kichikligimizda rus bog'cha va maktabga berishganmiz, akam bilan sinfdosh bo'lganmiz, oyim bilan dadam. Kichikligimizdan rus tili, keyin maktab bitirgan davrimizga yaqin ingliz tilini o'rganishni boshlaganmiz birga akam bilan. Uyingizda kimdir tilshunosmi? Oyim va dadam. Mana 3-podkastimizga ketma-ket uyidagi ota-onasi tilshunosli bo'ladi. Olmaotaga olmay tushadiman. Bunga yana bir bor amin bo'ldim. Dadam universitetda professorlar, ya'ni o'zbek tili tarixi va dialektologiya fanlaridan. Oyim esa o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchisi. Lekin o'zbek tilini ozgina bilasiz. Ha, chunki unaqa Hech ozginaga o'xshamayapti, lekin juda fikrlaringizni ravon ifoda etyapsiz. harakat qilyapman. Lekin undan tashqari ovozingiz ham juda diktorlarnikiga o'xshaydigan ekan. Bu narsani alohida e'tirof etishim kerak. Oyimdan o'tgan ovozim. Oyim shoiralar kitoblari bor. Va kitob, she'r o'qishga, umuman ijodga oilaviy qiziqishimiz juda katta. Oyim she'r o'qisalar juda bu nima desam ekan? Juda chiroyli o'qiydilar she'rni, bunaqa she'r o'qishini kamdan kam eshitganman men. Demak, men 3-podkastim olib borayotgan va har bitta qahramonimiz podkastga tashrif buyurgan hammalarni oilasida ziyoli, ota-onalari ziyoli va ijodkor va til masalasi ham xuddi shunaqa o'zga bilishadi. Shuning uchun men aytaman, oilada gap ko'p, misol uchun maktabga yoki bog'chaga bo'yniga ortib qo'yishimiz mumkin, bolani tarbiya qilib o'rgatib, lekin vaholanki oiladagi muhitda shakllanadi, bolalar ham katta bo'lishadi. Shuning uchun hamma o'zini oilasini, o'zini mas'uliyatini his qilish kerak. Gulirano, aytingchi, mana xorijiy tillarni bilar ekansiz. IELTS topshirib ko'rganmisiz? Ha, yaqinda topshirdim.
va IELTSdan 8,5 oldim. No. Tayyorlanmadim bu hodisaga. Ko'pchilik so'radi, qanaqa bo'ldingiz, nima qildingiz, nima tayyorlandingiz. Tayyorlanganim yo'q, chunki ingliz tili mani hayotim katta qismi. Ya'ni ingliz tili juda oson til, nimadir o'rganishga, o'rgatishga, o'qishga, ko'rishga, eshitishga juda ham ko'p kontent bor onlayn. Shuning uchun ingliz tili mani hayotim juda katta qismiga aylangan. Ingliz tilidan IELTSga maxsus tayyorlanib o'tirib testlar yechganim yo'q, shunchaki borib registratsiya qilib imtihon topshirib keldim. Lekin aytingchi, IELTSdan 8,5 ball olish uchun eng muhim omil nima? Menimcha qiziqish. Nima qilsa oladi 8,5 ni? Qiziqish. Agar qiziqishingiz bo'lsa, ya'ni o'zi majburlamasdan nimadirlarni ko'rib, chunki language acquisition, ya'ni til o'rganishda eng muhimi o'sha tilga qanchalik sho'ng'ib o'rganishingiz. Tilni, madaniyatni, tarixini, adabiyotni hammasini o'rganib chiqsangiz, bu sizga katta bonus bo'ladi, menimcha, yaxshi rezultat, natija olish uchun. Qolganlarga ham yana ayni shu narsani maslahat berasizlar. Avvalo qiziqinglar. Tushunarli. Hop, keyin bilasiz, bizning hukumat shu IELTSga topshirgan mablag'ingizni agar 7 dan tepa ball oladigan bo'lsa, qaytarib beradi. Adashmasam, IELTS testi 2,5 million. 2 milliondan sal oshuvmi? Shunaqa. Qaytarib oldingizmi? 2 yil oldin ham topshirgandim, o'shanda qaytarib olganman. Ha, o'rtoqlar, xullas, mana IELTSga topshirishingiz mumkin va 7 balldan yuqori oladigan bo'lsangiz, hukumat, davlat bu mablag'ni o'zingizga qaytarib beradi. Bu juda zo'r imkoniyat, shuning uchun harakatinglarni qilinglar. Gulrano, aytingchi, o'zingiz til o'rganayotganingizda qanday qiyinchiliklarga duch kelgansiz va qanday yenggansiz qiyinchiliklarni? Asosiysi. Eng kattasi uyalchanglik. Juda uyalchang odamman. Speaking qismida bu sizga kerakli narsa. Gapirishga uyalsangiz, praktika bo'lmaydi. Amaliyot bo'lmasa gapirishni o'rgana olmaysiz. Ya'ni qanaqa qilib til speaking imni yo'nalishimni rivojlantirganman universitetda, bakalavr davrida. O'qituvchilarimiz o'zbekcha yoki ruscha gapirsak bizga javob berishmasdi. Majburan Jahon tillari universitetida ingliz tili gapirib, chunki starsda bo'lganman, guruhda o'qituvchilar bilan juda yaqin muloqotda bo'lishim kerak bo'lardi. Doim majburlikdan ingliz tili shunaqa qilib rivojlangan, menimcha, og'zaki bo'limi. Conversation, ya'ni doim faqat ingliz tilida bo'lish kerak. Juda yaxshi metod bu, lekin juda yaxshi metod. Gulrano, pandemiya davrida, mana hozir ko'rsatuv boshida aytib o'tgandek, siz onlayn ingliz tilini o'rgatgansiz, xususan ya'ni IELTS. Shu onlayn til o'rgatishingizga nima sabab bo'lgan? Pul yetishmovchiligimi? Pul bo'yicha muammo bizda hech qachon bo'lmagan. Dadam chunki oila bosh sifatida hamma mas'uliyat o'z zimmalariga olganlar. Umuman hozirgacha hattoki hech kim bizda ishlashim kerak, nimadir qilishim kerak, pul topishim kerak degan narsani umuman ko'rmaganmiz. O'qishga, ya'ni xohlaganingizcha, ya'ni o'qishga hamma narsaga mablag' doim bor moddiy tarafdan. Men o'ylayman bu bizga juda katta yordam bergan, chunki hozir ko'raman ko'p studentlar o'qishadi, ishlashadi, kontrakt haqida o'ylashadi. Bizda unaqa muammo hech qachon bo'lmagan. Bu juda ham bir og'irlik beradi. O'zi talabalik anaqa oltin davrim deydi, to'g'ri, oltin davri, lekin o'ziga xos qiyinchiliklari bor talabalik davri. Misol uchun stipendiyasi yetmaydi, endi o'zingiz bilasiz, obed yana boshqa chiqimlar bo'ladi. Ayniqsa shu viloyatdan kelib o'qiydiganlar bo'lsa, yotoqxonada qolishadi, ro'zg'or qilish kerak. Yana kontrakt, agar shartnoma, to'lov shartnoma asosida o'qishsa, endi uni bilasiz, u ham kichkina pul emas. Ishga boraman desa, darsga ulgurmaydi, shunaqa narsa bor. Shuning uchun bilim tomonidan sharoitini qilib qo'yishdi yuzligini, bunga juda ham xursandman. Hammaga nasib qilsin mana shunaqa sharoitli oilada nima qilish, endi sharoiti yo'q bo'lsa, endi nima deymiz? Geçmiş olsun deydi-ku Turkchada. Nimaga boshlagansiz? Juda qiziquvchan bo'lganman o'sha 18-19 yoshligimda. U paytda 18-19 yoshdamisiz? Pandemiya paytida. Yosh qiz shu narsani boshlagansiz. Chunki undan oldin ham repetitorlik bilan shug'ullanganman, juda o'qituvchilikka qiziqqanman. Chunki oyim, dadam o'qituvchiman, kim bo'laman? O'qituvchi bo'lishim doim bilganman. Doim qo'shni bolachalar kimnidir doim o'qitib yurganman. Kamida 14 yoshimdan boshlab. Keyin pandemiyada 14 yoshdan shu narsa, kechirasiz, adresingizni qayerdan, manzilingizni men ham sizga qo'shni bo'lsam bo'lar ekan. Keyin pandemiya davrida shu narsa to'xtadi deylik. Va meni mentorim bor edilar ustoz shogird programmasida, chunki hammaga menimcha mentor kerak, nimadir qilishni bilmagan, ayniqsa qiziqishi ko'p odamlarga.
keyin men nima qilay aytsam, ingliz tilini o'rgating onlayn deb aytganlar. Unda meni hali sertifikatim B2, B2 darajasida bo'lgan, unaqa ingliz tilini zo'r bilmaganman, lekin grammatika tarafim juda kuchli bo'lgan. Shunaqa qilib, maktablarni chunki Telegram kanali juda ommalashgan o'sha davrda karantinda, yonimizdagi maktabni nomerini terib, Telegramdan kanallarni topib olganman-da, ingliz tili bepul deb e'lon berganman. Odamlarni qiziqtirish uchun. O'shanaqa qilib auditoriya qilganman o'zimga boshida. Qancha odam o'qitgansiz? Birinchi guruhimda 4 ta odam bo'lgan. O'sha guruhimdan bitta qiz o'quvchim Shahzoda IELTSdan 8 oldilar. 1 yil birga ishladik. Shunaqa qilib asta-sekinlik bilan ingliz tilini o'qitishni ham o'zim ham o'rganib oldim. Qo'y, lekin baribir amaliyot yaxshi narsa-da. Bu yerda kitobdan yo'l-yo'riqlar misol uchun yozib qo'yilgan narsadan o'rganganingiz boshqa, lekin amaliyotda bilasiz qayerda qanaqa xato bo'lgan, qanaqa qilib uni to'ldirsa effekti bo'ladi va hokazo. Qo'y, lekin 18-19 yoshda shunaqa nimalar. O'ylana, mana shu aytyapsiz, mana hozir karantin paytida onlayn darsda o'tganman deb, ular asosan O'zbekiston fuqarolarimi, O'zbekistonliklarmi? Yo'q, mana bu tarafda tajribam xalqaro bo'lgan desam bo'ladi. Ya'ni o'quvchilarim Amerika Qo'shma Shtatlarida, Janubiy Koreya, Rossiya Federatsiyasida bo'lgan, o'zbeklar ham bo'lgan. Nima bo'lgan? Bitta tanishim yozganlar menga, shunaqa o'rtog'im Amerikada ingliz tili kerak, o'rgatasanmi? Ha, o'rgataman. Keyin sarafonli radio bo'lib, ularni tanishi chiqib, shunaqa qilib xalqaro bo'lib ketgan o'quvchilarim. Qo'y. Nima tajriba? Qanaqa tajriba nima? Nima tajriba olgansiz o'zingizga o'shandan? Olgan tajribam birinchisi mas'uliyat va disiplina. Chunki vaqt juda har xil. Amerika qaysi shtatligiga qarab 9 soat, 12 soat, qish yozligiga qarab o'zgaradi. Ular ishlaydigan, o'qiydigan odam bo'lgani uchun dars vaqti ularning vaqti bilan kechki 9-10 ga to'g'ri kelgan. Menga O'zbekistonga bu ertalab soat 5-6 da bo'lardi. Uxlashni yoqtiradigan odam uchun ertalab turib, ko'zimni ochib, notebookka olib dars o'tardim. Ajoyib bo'lgan ekan bu. Hamma ham misol uchun soat 7 da tursa katta gap-da, endi u paytda vaqt nimasi bor albatta. O'ylana, misol uchun men bilishimcha ko'pchilikdan so'rayman, onlayn o'rganmaysizmi deb bironta bir yo'q, onlaynni men eplolmayman, menga offlayn bo'lish kerak darsda deb. Lekin onlaynda mana sizda shuncha o'quvchi o'qigan ekan. Hamma ham eplolmaydi-da onlaynda. Tashib ketadi, yo qarasa kirmayapti deydi, boshqa endi har xil vaziyat. Lekin o'quvchilarni olib qolish, shu auditoriyani olib qolish, ularga qanaqa motivatsiya berish kerak o'zi? Nimalardan foydalangansizki? Ya'ni bular mana yoningizda ham yurib 8 IELTS olibdilar. Qanaqa qiziqtira oldingiz? Nima bo'ldi? Menda o'qitish metodikasi aynan qiyin til bilan tushuntirmaya harakat qilaman. Iloji boricha sodda qilib hammasini yotiq bilan tushuntirishga mas'ullanib. Ikkinchisi menga osonroq bo'lgan, chunki o'ziga til kerak bo'lgan va o'shani bilgan odamlar bilan ishlashga harakat qilganman. Chunki menimcha qiyin, misol uchun yosh bolalar bilan ishlash mana shu qiyin narsa. Ularga doim motivatsiya berish kerak, maqtash kerak, "Молодец, barakalla" deb turish kerak. Katta odamlar bilan ishlash, men asosan katta odamlar bilan ishlaganman. Yoshlari 60 yoshgacha bo'lgan bujonlar bilan ham ishlaganman. Ular eng mas'uliyatli odamlar edi. U ishni hammadan oldin qilib, rasmga olib tashlab yuborishardi. Ya'ni bu tarafda chunki ularga ingliz tili kerak edi. Misol uchun AQShda bo'lsangiz, ingliz tilini bilmasangiz qiyin. O'zlariga kerak bo'lgani uchun ham menimcha o'quvchilar bu yerda ko'proq ishlashgan, o'zlari xohlab. Tushunarli. Demak, kitob, akam har yil menga kitob sovg'a qiladilar tug'ilgan kunimga. 1 yil Ayn Randni 3 tomli Atlantis Raspravil Плечи degan kitobini chiqqan. O'qidim. Keyin bir kun akam yana Telegramdan tashlayotdilar, essay contest bo'lyapti ekan Ayn Rand bo'yicha. Yozib unga tashladim. Keyin menga email kelyapti, shunaqa bizda non-fiction Ayn Rand, ya'ni maqolalari falsafasi bo'yicha discussion group bo'ladi. Ayn Rand institut tomonidan taklif qilamiz, qatnashing. Keyin men yozilib, hammasida qatnashganman 3 oy davomida. 3,5-4 oyga yaqin magistratura 1-kursligimda. Adashmasam 1-kursda. Ingliz tili полностью bo'lgan, content nima bo'lgan u yoqda o'qishga borib kelardim. U yoqda yana vaqt Amerika bilan, kechasi 1 da men leksiyaga kirardim, discussionga soat 3-4 gacha davom etardi. Xolos uyquni rosa yaxshi uxlamaganman ko'p yillar davomida o'qish sababli. Uyqu rejimim buzilib qolgan orada, shuni deb, keyin hammasi joyiga tushib qoldi hozir.
Tushunarli. O'zingizga nima tajriba olgansiz bundan? Bo'lgan tajribam falsafa. Falsafaga qiziqishim juda kuchayib ketgan, ya'ni obyektivizm, Ayn Rand obyektivizm falsafasi. Misol uchun o'rgatadigan narsalari independence, integrity, justice, honesty, o'shanaqa falsafa. Bilamiz, falsafa bor, Kant o'qish mumkin, ya'ni yoki rus filosoflari Dostoyevskiyni qanaqadir narsalarni olish mumkin, lekin Ayn Randda SSRda tug'ilib turib, keyin Amerikaga ko'chib ketgan odam sifatida kommunizmga bo'lgan va kapitalizmga bo'lgan qarashlar juda ham keskin desam bo'ladi va o'sha hamma narsaga boshqa tarafdan qarab ko'rganman men. Ya'ni g'arb nazarida ko'rib chiqaman hamma biladigan, bilmaydigan, o'rganayotgan narsalarim. Tushunarli. Gulirano, sizningcha mana falsafa bo'yicha ham o'qigansiz-da. Ushbu falsafiy fikrlash, til o'rganishga bir til o'qitish uslubiga ham ta'sir ko'rsatadimi? Demak, именно Ayn Randni falsafasi qanaqa ta'sir qiladi meni hozirgi o'qitish metodikam, chunki hozir yaqinda offlayn o'qitishni boshladim, ungacha onlayn edi. O'quvchilarimdan juda ko'p talab qilaman mas'uliyat va disiplina. Darsga kech qolmaslik, u ishi bir kun oldin tayyor bo'lishi. Ya'ni o'zimda bor narsani harakat qilaman ulardan ham talab qilishga, chunki bilaman yordam beradi bu narsa. Til o'rganishda disiplina bo'lmasa, hamma qilgan ishingiz bir pul bo'ladi, o'zbekcha qilib aytganda. Kechikmaslik, kechikishsa she'r aytib berishadi o'quvchilarim. Zo'r-ku. Ya'ni adabiy burchida turar deb aytadi. Lirik chekinishlar bo'ladi, kechikib kelishsa. Lekin bu ham o'ziga xosda, qarang, bu jazolashni o'rniga, ya'ni jazolash ham qanaqa, direktor yoki dekanga nima qilish, ustidan shikoyat yozib berish, tushuntirish xati olish, darsga kiritmaslik. To'g'ri, intizom muhim va darslarda qatnashish ham muhim, lekin mana bunaqa yo'l bilan masalani nima qilgan ekansiz? Noodatiy yo'l menga yoqdi. Gulirano, siz Renessans universitetida dars berayotgansiz talabalarga, aynan ingliz tili va IELTS bo'yicha, bilishimiz bo'yicha eshitdik. Aytingchi, mana sizni kuzatuvlaringiz, endi siz u yerda talabalar bilansiz, albatta tabiiyki kuzatasiz qaysi talaba qanday. Kuzatuvlaringiz natijasi qanday? Bizda ilmli talabalar, yoshlar ko'payyaptimi yoki bo'lmasa o'zini ilmli qilib ko'rsatadigan tayyorga ayyor yoshlarmi? Chunki ChatGPT chiqib ketdi, yana boshqa chiqib ketdi, sun'iy intellekt bilan ishlaydiganlarmi? Sizningcha? Demak, kurs haqida oldin aytib o'taman. Universitet tomonidan shakllantirilgan kurs. Nafaqat ingliz tili, har xil til, to'garak, matematika, robototexnika hammasi bor. Majburiy emas bu narsa va baholanmaydi. Ya'ni men kelayotgan talabalar, aynan qiziquvchi, o'z ustida ishlashga tayyor bo'lgan talabalar, hammasi juda iqtidorli. Sun'iy intellekt, unisini bilmadim, sun'iy intellektdan foydalanishadimi, yo'qmi? Lekin men harakat qilaman berishga uya vazifani amaliyroq qilib. Nima degani? Ya'ni qilgan ishlarni men bilib olaman, sun'iy intellektmi, yo'qmi? Buni bilib olish juda oson, chunki o'zim ham sun'iy intellektdan foydalanaman. Beradigan javoblari shablonniy bo'ladi ko'pincha. Buni bilib olish oson. Lekin menimcha, hozir imенно universitetda bo'lgan talaba, o'qiyman deb kirgan talaba va ingliz tiliga qo'shimcha ishlashadi, darsdan keyin charchashadi, soat 4-5 paraga keyin men darsimga kelishadi. Imенно izlanish, o'qishga qiziqqan bo'lgan talabalar hammasi. Bu odam quvontiradi, chunki sun'iy intellekt boshlangandan beri shu bilib bo'lmay qoldi-da, lekin hali vaqti keladi, saragi puchi-puchga ajraladi. Baribir. Gulirano, yana shuningdek, Renessans universitetida xorijlik o'qituvchilar dars berar ekan talabalarga va ushbu darslarni siz bizni talabalarga ingliz tilidan o'zbek tiliga ham tarjima qilar ekansiz. Qiyin emasmi? Ozgina qiyinroq. Imенно aynan o'zbek tiliga tarjima qilish, chunki o'zbek tilidan aytganimda unaqa ko'p foydalanmayman. Va tarjimada bir xil payt so'zlar esimdan chiqib qoladi. Misol uchun o'tgan hafta makroiqtisod fanida straxovka so'zini 1 soat esladim, izladim, sug'urta ekan o'zbek tilida. Orada yaxshi talabalar yordam berib tarjima qilib turishadi, chunki ular o'zbek ruh talabalari bir xil ruscha so'zlarni bilishadi, baribir bir xil emas, anchasini. Ko'pchilik ingliz tilini bilishadi va tushunishadi, darsda o'zlari qatnashishadi, lekin o'sha darajasi, chunki makroiqtisod va sun'iy intellekt maxsus bir terminologiyani talab qiladi, uni tushunish, bilish
ingliz tili bilgan odamga ham ancha qiyin bo'ladi. Agar sohani ichida bo'lmagan odam bo'lsa, misol uchun terminologiya albatta. Boshida o'zimga ham qiyin bo'ldi. Shuning uchun yaxshi ham professor menga darsdan oldin ma'ruzalarni Tashlab berar ekanlar. Slaydlarni tashlab beradilar. Men o'zim terminologiya bilan tanishib chiqaman, chunki iqtisoddan umuman yiroq odamman. Menimcha siz o'zingiz ham iqtisodchi bo'lib ketishingiz kerak. Bitta kursingizni tugatguncha, bitta talaba universitetda bitirguncha o'zingiz iqtisodchi bo'lib ketishingiz kerak deb o'ylayman. Men ham shuni aytaman, chunki hammadan ko'p men narsa o'rganaman u yerda. Amaliyotda bu amaliyot eng yaxshi narsa. Anatda o'tirib leksiyalarni eshitib o'tirgan boshqa, lekin amaliyotda umuman boshqa narsa. Aytingchi, mana shu xorijlik professorlarni darsi bo'layotganda siz mana tarjima qilib beraman dedingiz talabalarga. Ayniqsa chunki professorni yoshlari ancha katta. Va bitta narsani bilmadim, juda ko'p yoki talabalar yaxshiroq eslab qolishi uchun yoki boshqa sababda juda ko'p qaytaradilar. Keyin men qaytarishga erinamanda, o'sha aytgan narsamni deb qo'ysam, butun auditoriya kuladi menga qo'shilib. Chunki xuddi o'sha aytgan narsamni yana bir marta boshqa so'zlar bilan perifraz qilib beryaptilar-da. Menda o'zbek tilida perifraz yo'q, chunki ingliz tili bilan словарный запас juda katta, ko'p so'z bitta narsani 10 xil qilib aytsa bo'ladi. O'zbek tilida bitta bo'lib chiqadi u natijasida. O'sha aytgan narsamni desam, keyin kulamiz hammamiz. Aytingchi, mana tilshunos sifatida O'zbekistonda til ta'limini rivojlantirish uchun qanday o'zgarishlar qilish zarur deb o'ylaysiz? Qaysi tillikka qarab. Lekin men unaqa tilshunosman deb o'zim hisoblamayman, chunki men katta qiziqishim adabiyot. Magistraturada ham ingliz adabiyot sohasi bo'yicha ketganman. Til o'qitish o'ylab ko'rmaganman bu narsa haqida hech. Qachon o'ylab ko'rasiz? O'ylab ko'rishim mumkin agar o'z metodichkam ustida ishlasam, lekin bu meni hozirgi rejalarimga kirmaydi yaqin orada. Hozir men rejamda adabiyot bilan ko'proq ishlash, adabiyot sohasi bo'yicha ekspert, qaysidir darajadagi ekspertga aylanish. Bas, men juda ham xohlardim. Mana bizda o'tgan kunlarni Abduqodiriyni romani o'tgan kunlarni bir xorijlik inson ingliz tiliga tarjima qildi, patentlaganlar. Bilasizmi, mana tilni ko'proq adabiyot yo'nalishida deyapsiz. Mana yaqinda bir aqshlik inson shu O'zbekistonga kelgan, bu yerda faoliyatini olib borgan va shu inson Abdulla Qodiriyning romani o'tgan kunlarni ingliz tiliga tarjima qilgan. Bygone Days patentlagan. Bu narsa sotuvga chiqishda Amazonga menimcha qo'yildi adashmasam. Men juda ham xohlardim va istardim siz ham mana shu yo'nalishda ijod qilishingizni va bizni romanlarimiz bor. U romanlarda mana ijod mahsullari bor, katta asarlar, dostonlar. Juda ham xohlardim siz va sizga o'xshagan bizning yurtdoshlarimiz shuni ingliz tiliga va boshqa chet va boshqa xorijiy tillarga tarjima qilib jahon yuzini ko'rsin, ya'ni bu Amazonlarda sotilsin. Ya'ni bizni durdonalarimizda buni ko'rsatish kerak va albatta buning uchun til kerak. Til bo'lganda ham bu texnika emas, tarjima qilib. Aynan adabiy, ya'ni badiiy tarjima boshqa, texnik tarjima boshqa. Texnik tarjima olasiz, copy paste qilib qo'yasiz, tarjima qilasiz. Meni qo'limga ham bir ikkita kitobga tushdi texnik tarjima. Men o'qiyapman 10-15 marta, men tushunmayapman. Chunki copy paste qilingan. Bitta so'z xuddi shu so'zni tarjimasi bo'ldi. Lekin ancha avvalgi chiqqan shu asarni men o'qib ko'rdim. U yerda badiiy nima qilingan, tarjima qilingan. U umuman boshqa. Uni suv sib qolgandek shunaqa yutasiz-da, emasmi? Shunaqa oson o'qilishi va qabul qilinishi ham. O'zbek adabiyotini rostdan reprezentatsiyasi dunyoda unaqa katta deb o'ylamayman. Lekin bunga meni qarashim boshqacha bo'ladi, menimcha, chunki adabiyotni o'sha yozilgan tilda o'qishga yetadigan narsa yo'q. Yo'q, tabiiy, lekin hamma ham hozir misol uchun o'zbek tilini endi xorijliklarni o'qishi sal o'zingiz tushunasiz. Hatto kerak bo'lsa, afsuski, bizni o'zimizda o'zbek tilini nufuzini u qadar nima qilishmaydi ba'zi birlar. Hammani demoqchi emasman. Shuning uchun albatta lekin yaxshi bo'lardi. Mana shuni bizni asarlarimizni oldingi podkastimizga kelib Alisher Navoiyning asarlarini ingliz tilida aytib berishdi. Mana shunaqa narsalarni men juda ham xohlardim. Chunki butun dunyoga ko'rsata olishimizga arziydigan asarlarimiz bor. Belle. Est le diable qui s'est incarné en elle
pour détourner mes yeux du Dieu éternel, qui a mis dans mon être ce désir charnel, pour m'empêcher de regarder vers le ciel. Elle porte en elle le péché originel. La désirer fait-il de moi un criminel? Celle qu'on prenait pour une fille de joie, une fille de rien, semble soudain porter la croix du genre humain. Oh Notre-Dame, oh laisse-moi rien qu'une fois pousser la porte du jardin d'Esmeralda. Tan, 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 tan. Bravo, merci beaucoup. Katta rahmat. Gulrona, bugun juda ham siz bilan ajoyib suhbatimiz bo'ldi. Ijodiy nimalarimiz ham bo'ldi, pauzalarimiz ham bo'ldi. Avvalo siz bilan tanishganimdan xursand bo'ldim. Ishlaringizga, ijodingizga, hammasiga ulkan, yuksak parvozlar tilayman. Nimaki yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, hammasiga erishtirsin va nima deyishim mumkin, o'zingizga o'xshagan shogirdlaringiz ko'p bo'lsin. Podkastimizga yana bir bor xush kelibsiz deymiz. Azizlar, shu bilan bugungi bizni podkastimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan keyingi podkastda yana diydor ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.